Kuniga yurishingiz kerak bo'lgan 10 ming qadamni ko'chaga, fitness zaliga chiqmasdan turib, uyingizda hattoki turgan joyingiz o'zidayoq yurib turib bajarishni o'rgataman. Buning uchun biz oyoqlarimizni yelka kengligida ochib olamiz va sekin yurishni boshlaymiz. Va harakatlarimiz yana ham samarali bo'lishi uchun kam vaqt davomida ko'proq vaznni tashlashni xohlaydigan bo'lsangiz, o'ng qo'lingiz chap yelkada, chap qo'lingiz o'ng yelkada qilib yurishga harakat qiling. Qancha oyoqlaringizni balandroq ko'taradigan bo'lsangiz, bunda oldi oyoq mushaklaringiz va orqa oyoq mushaklaringiz ham tonusga keladi. Kuniga 10 ming qadam yurish sizni faqatgina ozishingizga emas, balki gormonlaringizni ham to'g'rilashga, ayniqsa yog' to'plovchi gormon insulinni ham tabiiy yo'l bilan normaga kelishiga va limfa tizimini ham yaxshi ishlashga va qon aylanishi va sirkulyatsiyani ham yaxshilashga samarali yordam beradi. Agar siz kam vaqt davomida ko'proq vazn tashlashni xohlaydigan bo'lsangiz, unda turgan joyingiz o'zida yurib emas, balki yugurishga harakat qiling. Mana sizga natija. Agar siz turgan joyingiz o'zidayoq yuguradigan bo'lsangiz, taningiz qiziydi va taningiz qizigandan keyin kardio bo'ladi. Ichki yog'lar yaxshi eriydi va mushaklar ko'payadi va siz tarang, sog'lom, sifatli ozishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda nobodo grija bo'ladigan bo'lsa, sizga yugurish, sakrash mashqlari mumkin emas. Agar sizda grija bo'ladigan bo'lsa, turgan joyingiz o'zidayoq 10 ming qadam yursangiz bo'ladi. Va muhim eslatma, 10 ming qadamni kun davomida yurib emas, balki kam vaqt davomida 1,5 iloji boricha 1 soat 20 minut davomida bitta yurganda yuradigan bo'lsangiz, mana shunda rost mana sizda terlash, kardio bo'ladi va aytib o'tganimdek, yog'laringiz ketib, mushaklaringiz ko'payib, tarang sog'lom ozib olasiz.